Odatda umrni oqar suvga, toshqin daryoga, ulkan ummonga o'xshatamiz. Unda har bir insonning o'z hayot qayig'i bor. Ba'zida jo'shqin, shitob bilan, ba'zida sokin, osuda suzadi u. Bu hech qachon bir maromda kechmaydi. Hayot qayig'ida suzar ekansan, goho ortingga qarab qo'yasan. Qancha yo'l bosding, nelar qilding, chuqur xayolga tolasan. Bunday qarasak, hayotda hamma narsa oson, yengil va tushunarli ko'rinadi. Lekin aslida hayotda ost oqimlari ko'p. Lekin hayot aynan mana shu murakkabliklari bilan qiziq, aynan mana shu murakkabliklari bilan huzurli, halovatli. O'tgan asrning ayni qahraton qishida Toshkentdagi uylardan birida jajji chaqaloq dunyoga keldi. Ammo bu go'sha uning uyi emas edi. Urushning sovuq nafaslaridan omon saqlab qolgan otaning o'sha kungi shodligi qanday bo'lgan ekan? O'zi yetimlikda o'sgan, qorni nonga to'ymagan, usti yangi ko'ylak ko'rmagan onaning-chi? Men yozuvchini uyida tug'ilganman. O'sha uyimiz yo'qligi uchun men tog'am yozuvchi Mirzakalon Ismoiliy Stalingraddan to Berlinga qadar urushga borib, keyin Berlinda yana 2 yilga yaqin xizmat qilganda oilalarini ko'chirib ketganlar va ham uylarini, ham bu uyda yashaydigan ota-dadamizga qarab turish uchun dadamlar, ayamlar borib turishganda men o'sha uyda tug'ilgan ekanman. 50-yillarda bu joylar Ko'kcha shaharda chekkasi hisoblanardi, tarixdan ham ma'lum. Ko'kcha darvozasi deyilgan. Bu yer o'ziga xos obod joylar bo'lgan, juda ko'p mashhur ziyolilar yashashgan, xususan Xislat degan xalq shoiri ham mana shu maktabning orqadagi bog'da yashagan. Va bu maktab o'sha paytlarda Toshkentning eng e'tiborli, eng ko'rkam va eng obod joylaridan bo'lgan. Mana biz hovlilarni ko'rib turibmiz. Mana bolalar yangi teraklar ekishibdi. Qadimda o'sha 50-yillarda bu yerda mana shu katta teraklarga o'xshagan terakzor bo'lgan. Biz bu joyga o'sha 50-yillarda ko'chib kelganmiz. Dadam rahmatli shu maktabda harbiydan dars berganlari uchun uyimiz bo'lmagani uchun Toshkent shahrida mana shu maktabni 1-qavatidan hozir o'z sinfga aylangan joy berishgan, o'sha yerda yashaganmiz. Men kichkina bola paytimda mana shunday shu joylarda o'ynab yurardim. Mana shu xonada biz oilamiz bilan yashaganmiz. 5 ta farzand, dadam rahmatli, ayam rahmatli. Mana shu yerda yashar edik. Men uchun qadrli tomoni shuki, faqatgina yashash joyi emas, balki o'sha o'qishga, kitobga muhabbat uyg'ongan joy bu joylar. Men katta opam bilan doim birga bo'lganim esimda. Istagan sinfimga kirib o'tiraverar ekanman. Darsga mahliyo bo'lib. Mana shuning uchun ham 6 yoshga to'lmasimdan yozish, o'qishni o'rganib olganman. Shundan keyin 6 yoshimdan o'qib ketaverganman. Hali ham ko'zim oldida turadi, o'sha yonimda o'tirishing. Jim o'tirarmiding? Jim o'tirardim. To'polon qilmas edingcha. Masalan, uyda dars qilganimda ham hech ham sen to'polon qilmagansan, o'tirgansan eshitib, o'sha yozamanmi, o'qiymanmi, lekin she'rlarimni birpasdan ilib olardim. Birga kirardi maktabga, birga chiqar, 4 o'qisak 4
to'rtta soat o'tirardi o'sha pardada qimirlamasdan. Eng esda qoladigan voqea bu o'sha 4 yoshimda taxminan bu 1949-yilda tog'amnikiga olib borishgan. Meni opalarim kichkina bolaman shu yerda qolaman deganman. Qolavergan. Keyin opalarim ketgandan keyin qolgim kelmaganda ular orqasidan chiqib ketganman. Shu trolleybusga chiqqanman, tramvayga chiqqanman, yuraverganman. Shunda o'sha yerda bir ikkita rus erkak ayol qo'limdan yetaklab keyin o'sha militsiyaga olib borib qo'yishgan. Bu voqeani ko'p eslashim sababi odamzod hech qachon boshqalarni taqdiriga, hayotiga befarq bo'lmasligi kerak ekan. Men birinchi o'sha sabog'im o'sha. Endi ko'pchilik o'ylaydi Tohir Malik Mirzakalon Ismoilning jiyani bo'lgandan keyin shu kishi bo'ladi. To'g'ri, u kishi asosiy ustozlarimizdan biri, lekin katta akam ham rahmatli adabiyotga juda yaqin bo'lganlar, hatto o'zlari ham ko'p narsalar yozardilar. Meni kitobga mehrim balandligini bilib 1954-yil tug'ilgan kunimga bir kitob sovg'a qilganlar, ertaklar. Hozirgacha saqlayman buni. Keyin adabiyot to'garagi bo'lardi. U yerda mashhur shoir, bolalar shoiri, eng ulug' shoirlardan biri Quddus Muhammadiy to'garak rahbari ekanlar. Quddus Muhammadiyni bilardim. Chunki biz darsligimiz alifbedan boshlanardi. U kishini o'quvchiga esdalik degan she'rlarini yoddan bilardik. Ana shu kishi bizga adabiyotda endi haqiqiy ma'nodagi darslarini o'rgatganlar. 1958-yilda birinchi sun'iy yo'ldosh uchirilganda nasriy topishmoq yozganman. Quddus aka rahmatli, yaxshi yozibsan-u, topishmoq bunaqa bo'lmaydi. Men aytib turaman, sen yozdim. O'zi shardek yumaloq, tinmay uchar o'mbaloq. Yetolmas unga chaqmoq, bu nima topchi o'rtoq. Endi shoirning ulug'ligi shundaki, shunday quyib berdilar-da, o'ylab ham o'tirmadilar. Qofiyalar ham shunday keldi. Mana shu so'zni yozib oldim-da, lekin o'sha gazetaga olib borib chiqarishmadi. Negadir. Keyin o'zimcha o'yladim. O'zim yozmaganim uchun ham chiqmadi shekilli dedim. 7-sinfni bitirish paytimda 1960-yilda Gulxan jurnalidan shu birinchi hikoyam bosilib chiqqan. Shundan beri adabiyotni ichiga kirdik desak ham bo'ladi. Albatta bu endi muhim voqea hisoblanmagan, lekin o'sha paytda men uchun juda katta muhim voqea edi. Birdan o'zimni juda ulug' yozuvchi his qildim. Hozirgi Tohir Malik ham ko'pchilik taniydi-yu. O'sha paytda Tohir Qobilovni ham o'sha kichkina hikoyadan keyin butun dunyo taniganday his qilganman-da, o'zim juda boshqa. Ayniqsa pochtadan pul kelgan 75 so'mga birinchi marta shahardan chiqib, dadamni ota shaharlari Marg'ilonga borish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Qarindoshlar bilan tanishdik. Men tengi o'g'illari ham bor ekan. Ular bilan soyga chiqib cho'milamiz boshqa. Hech qaysi bola menga e'tibor bermaydi-da. Qarayman, hech kim e'tibor bermaydi. Keyin so'radim. Gulxan degan jurnalni o'qiysizlarmi dedim. Nima o'zi deydi. Xuddi keyin shunda miyam sal yorishganday bo'ldi. Jim yurur kerak ekan sani, hech kim tanimas ekan bu yerda. Ana o'shanda o'sha bolalik ongimga o'sha kamtarlik haqidagi dastlabki tushunchalar kelgan. Shu 10-sinfni bitirish paytida hamma o'ylardiki, men albatta shu universitetga topshiraman hujjat. Lekin men hujjatimni teplovoz mashinistlari tayyorlaydigan bilim yurtiga borib topshirdim. Chunki juda istardim teplovoz mashinisti bo'lishni. Ko'p sayohat qilishlarini xohlardim.
ana endi uyda o'ziga yarasha bir jang boshlandi. Nimaga shuncha adabiyotga qiziqib, shuncha yozib chiqdingga nega bu yoqqa kirmaysan? Men shuni xohlayman. Ayniqsa Ayam Rahmatli. Ayam Rahmatlining shu ishlariga hozirgacha tushunmayman. Yozuvchi aslida Ayam menga yozuvchi bo'lmagan deyishlari kerak edi. Men tushuncham bo'yicha, chunki akalari yozuvchilik orqasidan ko'p javr ko'rdilar. Qo'y bolam, sen boshqa ish qilgin demaganlar. Aksincha, sen shuncha harakat qilib nimaga qilmaysan? Keyin majbur qilishdi, borib hujjatimni olib, imtihonga 3 kun qolganda hujjatlarni topshirib, va baribir umid qilganman, shu kirolmay ish qilib ketgandim. Hamma ish qilib kirdi, men shu kirolmasamda yana qaytib ketsam, tezroq qutulib keta qolay deb birinchi kirib, lekin birinchi 5 olib chiqqan. Taqdir ekanda shu bilan o'qishga kirib ketdik. Kechga o'qishga kirgandan keyin ishlash shart edi va men hech o'ylab o'tirmasdan qo'limdan quruvchilik kelgani uchun qurilishga kirib ishlaganman. O'qish, ijod, hunar o'rganish, so'ng yana ish. Bu qiyinchiliklar unga sabr-qanoatni, kutishni o'rgatdi. Qahramonimiz ertalab ishga ketar, ishdan keyin o'qishga borardi. Onasi uning qaytishini ilhaq kutib o'tirardi. Uyga kelib tanovvul qilgan Tohir dam olish o'rniga yana ijodga kirishardi. Bir 1966-yilda o'sha bolalar gazetasiga taklif qilishdi. Sportga ham ko'p qiziqardim, ilm, fan, texnikaga qiziqardim. Shuni hisobga olib, bir ikkita topshiriq berishgandan keyin fan, texnika, sport degan bo'lim bor edi. Shu adabiy xodim bo'lib, diplomim bo'lmasa ham o'sha joyda ishladim. Oradan ko'p o'tmay mani bo'lim mudirligiga qo'yadigan bo'lishdi. Shunda bir kishi oliy ma'lumotli edi, sal norozi bo'ldi. Muharririmiz bo'pti dedi, sinab ko'ramiz dedi. Astronomiya institutidan observatoriyaga borib, ikkalang bir xil maqola yozib kel. Qaysi biriniki yaxshi bo'lsa, o'shang bo'lim mudir bo'lasan. Keyin men ishdan keyin to'g'ri observatoriyaga qarab bordim. Kechasi bilan maqolani yozdim, ko'chirdim, olib kelib berdim. Peshindan keyin yana chaqirdik, kelamiz. Nima bo'ldi dedi. Bugun ertalab borgandim, hech kim yo'q ekan, qaytib keldim, yana boraman. Mana Tohir yozib keldi. Siz bunga oldindan aytib qo'ygansiz. Baribir ishonmayapti-da. Aytdim-ku, aka, kechki payt boraman. Haqiqatan bordim. Chunki menga tegdi bu narsa. Ana shundan keyin o'yladim. Bu menga ishonmadi-ya. Demak, odamlarni ishontirish qiyin ekan. Oddiy haqiqatga ishonmaydi. Bu yerda juda katta bir masala yo'q, oddiy kichkinagina narsa. Lekin o'sha odamlarning ishonchini qozonish qiyin narsa ekan. Va hamisha bir ish qilganda shu nazarda tutish kerak ekan dedim. Mana shu yoshlikda odamning o'sishi sal tezlashsa salbiy ta'sir qiladi. Men ham o'qishni bitirmay bo'lim mudir bo'lgandan keyin juda menda ham kibr paydo bo'la boshlagan ekan. Chunki endi bolalar matbuotida emas, kattalar matbuotida ishlashni xohladim. O'sha paytda radioda adabiyot bo'limida adabiy dramatik eshittirishlar, tahririyat deyiladi. O'sha mashhur ustoz yozuvchimiz O'lmas Umarovbek aka ishlardilar. O'sha yerda joy bor ekan, o'sha yerga bordim. Radioga ish boshlashim o'rniga harbiy xizmatga jo'natib yuborishdi. Ama bu yaxshi bo'ldi, baribir borish kerak. Akamga havas qilardim, katta akamga. Shu 56-yilda Politexnika institutini bitirgan bo'lsalar, o'sha yerda mana 50 yil yo undan ortiqmi professor
martabasida o'sha pensiyaga chiqishdi. Bitta yozuv, bitta. Maniki endi serobchilik bu yog'i. Lekin baribir men buni ishdan ishga qo'nish demayman, chunki soha bir edi. Shuning uchun bitta sohada bo'lgandan keyin buni almashtirish menimcha zarari yo'q. Hamma joyda yaxshi dam qoldirib ketishga muyassar bo'lganman. Endi kishi hayotda ko'p qarshiliklar, ko'p adolatsizliklarni ko'radi. Masalan, tuhmat. Qarilarimiz duo qilishadi-yu, suv bolasi, o't bolasi quruq tuhmat balosidan. Ya'ni o'sha quruq tuhmat balosi, boshqa balolar ham bor, lekin aynan quruq tuhmat bu juda ham yomon. O'sha yozuvchilar uyushmasida ishlayotganimda ustozimiz Said Ahmad telefon qilib qoldilar. Tohir gaplarni eshitdingmi dedilar. Nima gap ekan desam, shoir Xayriddin Saloqov san o'ldirib, keyin suvga tashlab yuborgan ekansan ko'rdilar. Yo'q edi. Ha? O'ldiribsan, keyin bitta joyga ko'mib qo'yibsan, keyin 2-3 kundan keyin suvga tashlab yuboribsan. Ko'rgan odam yetibdi. Men bu uyushmada ishlaydigan bir ikkita mutahamlar bor edi. O'shalardan chiqqanda bu gap. Hayron bo'ldim. Keyin kuldilar. Sen xafa bo'lma, menga ham tuhmat qilishdi, lekin men ularni boplab qo'ydim. Meni qo'rqitmalaring, men o'tirib chiqqanman bilaman dedim. Endi sen o'zingga ehtiyot bo'l. Bu bizga bunaqangi hujum bo'lishining sababi o'sha adabiyot fondida pulli joy edi. Bir odam ishlardi. Said Ahmad aka jamoatchilik asosida rais edilar. Lekin men kotib yozuvchilar uyushmasi kotibi sifatida ularga qarardim. Va ularni g'am qilishlariga yo'l bermas edik moddiy tomondan. Va shuning uchun ham uni rahbarini ham bizni chetlatish maqsadida shu ig'vo, fitnalar, tuhmatlar tarqatishimiz. Mana shunaqangi holatlarga duch kelganda yozadigan narsalarni tashlab qo'ymas edim. Ozgina tashlardim, lekin baribir o'sha yozishga muhabbat kuchlilik qilardi, lekin shu sohadan ketishni xohlardim. Hatto mana teplovoz mashinisti bo'lolmayman deb o'sha. Ha, qahramonimiz adolatsizlikka chiday olmasdi. Biroq yillar o'tib adolatsizlikka bu taxlit munosabatda bo'lish to'g'ri emasligini angladi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qituvchilik faoliyatim boshlandi va 20 yil. Va mana shu 20 yil ichida eng ko'p narsalarni yozdim. Chunki bu yerda ijod uchun sharoit bor edi. Muhimi har xil fitnalar, boshqalar yo'q edi. Vaqt ham bemalol edi. Shuning uchun aytaman, ijodkor erkin bo'lish kerak doim. Tohir Malikning bir odati bor. U asarlarini avvalo qo'lyozma ko'rinishida qog'ozga tushiradi. Bu qo'lyozmalar tarixda qoladigan, vaqt o'tib yanada qadri oshadigan bebaho boylikdir. U haqiqatni yozadi. Shu qadar rostgo'yki, o'zining xatolari, kamchilik, nuqsonlarini ham qog'ozga tushiradi. Bolalar matbuotida ishlab yurganimda o'sha bolalarga hikoyalar yozishni kuchaytirdim va aynan bolalarga fantastik hikoyalar yozdim. Fantastikadan foydalanishimning sababi birinchidan qiziqarli mavzu, o'quvchini o'ziga tortadi, keyin yozuvchiga juda katta imkoniyatlar beradi fikr aytish uchun. Ya'ni yozuvchini fantaziyasini tarbiyalaydi. Fantastik asar yozgan bo'lsam, deyarli hamma voqealari yerda bo'ladi. Qisman bog'lash uchun kosmosga. Halbuki dunyo fantastikasida ko'p asarlar faqat kosmosga bog'liq.
Shuning uchun menga aytishardi, Tohir yerda turib yozadi deb hazillashishardi. Bizni yer odamlar uchun muhim bo'lgan va unutilayotgan mehr oqibat masalasini fantastikaga olib kirishga harakat qildim. Chunki mana hayvonlar yo'qolib ketyapti, qizil kitobi bor. O'simliklar yo'qolib ketyapti, qizil kitobi bor. Odamiy fazilatlari yo'qolib ketayotgan uni kitobi bo'lishi kerak-ku axir. Bir narsani takrorlash ijodkor uchun yaxshi emasda. Shuning uchun ham o'sha badiiy ijodda mavzularni o'zgartirib turishga harakat qilaman. Ba'zi payt o'sha fantastikadan foydalanaman. Keyin o'sha detektiv deyishadi, lekin bu detektivga uncha to'g'ri kelmaydi. Tarbiya. O'smirlarni, yoshlarni tarbiyalash, ularni o'sha qora qozon deymiz-ku. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi. O'sha jinoyat olami yuqumli qozon. Shundan ehtiyot qilish. Unda keyin shaytanat deb nom berdim. Va biz atrofimizda biz bilan yashayapti, hammasini bilamiz, taniymiz. Lekin qilayotgan ishlarni bilmaymiz, qanchalik vahshiyliklar qilishayotganini bilmaymiz. Va ularni o'sha shaytonlar yetovidagi odamlar, shaytanat. Bu shunday bir olamki, bitta eshigi bor. Va tirik holda o'zi oyog'idan kirib ketadi va o'ligi chiqadi. Bu olamda hech kim baraka topmaydi. Bu olamda baxt yo'q. Bu arzimas haligi maishatlar, bular baxt emas. Bu badbaxtlik. Oqibat albatta badbaxtlik va fojia bilan tugaydi. Tohir Malik xalqqa yaqin bo'lganining yana bir siri u hazil mutoyibani xush ko'radi. Bir qator hajviy asarlari, kulgilari bilan o'quvchilarga zavq-shavq ulashadi. Ko'pchilik meni tashqi ko'rinishimga qarab juda ham jiddiy, serjahl deydi, lekin men hayotda har qanaqa holatda bir kulgi bilan, shodlik bilan chiqib ketishga harakat qilaman. Va shuning uchun ham meni ko'pincha Said Ahmad akaga o'xshatishadi. Tashqi ko'rinishimizni ham, hazilimizni ham. Said Ahmad aka ham juda hazilkash edilar. Bir kuni bittasi kelib, siz Said Ahmad akaga o'xshar ekansiz dedi. Endi yo'q. Said Ahmad aka menga o'xshaydi dedi. Keyin endi borib aytgan endi hazil sifatida. Ko'rishgan edik, uylarida nimada yuribsan sen dedilar. Ha shunaqa gap bo'ldi dedi. Men anaqa desam. O'zi so'ylab ko'ring Said Ahmad aka. Agar men sizga o'xshasam, demak men chol ekanman. Lekin siz menga o'xshasangiz, qirchilama yigitsiz. Bo'ldi shunday to'g'rilashib. Bir so'z bilan aytganda, adibning ijodi barakali. U turli yo'nalishlarda yozadi, charchamaydi. Har yili bir necha nomdagi kitoblari chiqib turadi. Ularni juda ko'plab nashriyotlar chop etmoqda. Bundan tashqari, adabiy darslarda qatnashib, yoshlarga yo'l yo'riq beradi. Ya'ni olimlarimiz ko'p, dinni yoshlar. Faqat hozir 1971 yil maktabda Bolalar gazetasining muxbiri Tohir Qobilov, shu maktab geografiya muallimasi Muqaddasxon bilan tasodifan go'yo uchrashib qoldi va bu tasodif oradan bir oy o'tmay to'y bilan yakunlandi. Ayniq esimda bor, o'sha ZAKS degan haligi rasmiylashtirish tadbiriga
kuyov bola, ya'ni men trolleybusda bordim va bu kelin poshshani obro'yi hurmati bor deb taksini to'xtatib olib bordik. Men bitta guldasta taqdim etganman. O'sha paytda do'stlarimizdan bittasi menga ham gul sovg'a qildi. Ya'ni kuyovga ham gul berish kerak ekandi. Nima qilishni bilmasdan men ham sodda bo'lganman. Bu gulni kuyovjo'rani maslahati bilan o'sha idorada ishlaydigan opaqanga bu sizga deb sovg'a qildim. Va chiqishimiz bilan do'stlarimiz nima ish qilib qo'ydingiz? Nima ish qilib qo'yibman? Bu gulni 15 minutga boshqa kuyovdan olgan edik, qaytarib berishimiz kerak. Muhimi o'sha paytdagi yoki to'ydagi dabdaba emas. Muhimi to'ydan keyingi osoyishtalik, halovat. Hayot po'rtanali ummonga o'xshaydi. Doim chayqalishda. Endi o'sha qayoqni har kim har xil boshqaradi. Har kim har xil manzilga boradi. Ba'zilar g'arq bo'ladi. Dastlabki yo'lda g'arq bo'ladiganlar bor. Ya'ni mana shu jinoyatga kirib kelayotgan yoshlarning qayg'uri hayotda dastlabki qadamlarida. Odam kema darg'asiga o'xshatsak, kema darg'asini kemani boshqarib boryapti. Hozircha yonida xotini bor. Uni mas'uliyati boshqasi. Ertaga bolalar paydo bo'lgandan keyin o'sha kemada. Ana endi ularning hayoti o'sha kema darg'asini mahoratiga bog'liq. Po'rtanaga kemani yonboshlatib olib borsa, uni ag'darib tashlaydi. Demak, o'shani to'g'ri olib borish kerak va kemani boshqarishni bolalarga o'rgatish kerak. Bolam, bu hayot shunaqa. Agar to'g'ri yursang, o chiroyli bir saodat orolda turibdi, o'shanga yetib borasan. Agar to'g'ri boshqara olmasang, agar harom xarishda yurgan bo'lsang, keming tez teshiladi, chiriydi va sen o saodat manzilga yetib bora olmaysan.